Konkretniy realniy gaplarni gapiradigan vaqt keldi. Siz dom olgansiz korobka holatda, energiyadan yoki boshqa joylardan. Toshkent shahrida qanaqa ustalarni topish kerak va qaysi ustani birinchi solish kerak, elektrikmi yoki santexnikmi deb o'ylanib yotgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing, biz bunga yechim topib qo'yganmiz. Siz korobka dom olgansiz, remont qilish kerak. Lekin unga vaqtingiz yo'q, ishingiz ko'p, ishingizdan orta olmaysiz, shunga qarab ustalarga vaqt ajrata olmaysizmi? Bunga biz yechim topib qo'yganmiz. Aloqaga chiqing. Bizda prorab xizmati bor. Prorab xizmatini ko'pchilik tushunmaydi. Bu nimaligini. Bu qo'shimcha haq deb o'ylaydi. Yo'q, sizni vaqtingizni tejash uchun chiqarilgan prorab xizmat. Prorab xizmati shundaki, sizni elektrik, santexnik, malyarlaringizni hammasini bitta joyga jamlaydi, javobgarligini o'z bo'yniga oladi. Bu sizni vaqtingizni tejaydi. Chunki ishingizdan ortib siz materialga borasiz yoki bir santexnikni yoki elektrikni ishini tekshira olmaysiz. Tekshirsiz ham siz bilmaysizki, qayerda qanaqangi ishlash kerak, qanaqangi materialni qayerga ishlatish kerak. Bularni hammasini biz yechimini topib qo'yganmiz. Bizga murojaat qilsanglar, biz prorab xizmatida elektrik, santexnik, malyarka, dizayner xizmati 0 dan kvartirangizni topshirib beramiz kalitigacha. Siz kirib yashaysiz xolos.